Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlar bilan juda muhim masalani, ya'ni pensiya tartibidagi yangi o'zgarishlar haqida gaplashaman. Bu mavzu faqat hozir pensiya olayotganlar uchun emas, balki hali ishlayotgan. Ertaga pensiyaga chiqadigan, ota-onasi yoki yaqinlari pensiya oladigan har bir oila uchun muhim. Chunki pensiya masalasida bitta noto'g'ri hujjat, bitta tasdiqlanmagan ish staji yoki vaqtida berilmagan ariza odamning oyma-oy oladigan pulga bevosita ta'sir qiladi. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Oldin tartib qanday edi? Endi nima o'zgaryapti? Kimlar bundan yutishi mumkin? Kimlar ehtiyot bo'lishi kerak? Qaysi hujjatlar muhim? Qayerga murojaat qilish kerak va eng asosiysi, pensiya hisobida xato bo'lsa, nima qilish lozim? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ayrim nozik jihatlar bor. Odamlar ko'pincha aynan shu joylarda xato qiladi va keyin o'ziga tegishli pulni kam oladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumot sizning oilangizga ham, tanishlaringizga ham kerak bo'lishi mumkin. Men avvalo masalaning ildizini tushuntirib beraman. Pensiya tizimida eng katta muammo shundaki, odam ko'p yil ishlaydi. Lekin pensiyaga chiqish vaqti kelganda uning hamma ishlagan yillari to'liq ko'rinmasligi mumkin. Sababi turlicha bo'ladi. Eski mehnat daftarchasida yozuv noto'g'ri kiritilgan, korxona yopilib ketgan, arxiv hujjatlari topilmaydi. Oylik maoshlar bo'yicha ma'lumotlar to'liq saqlanmagan. Ayrim davrlarda odam norasmiy ishlagan yoki ish beruvchi ijtimoiy to'lovlarni vaqtida o'tkazmagan bo'ladi. Oldingi tartibda ko'p narsa qog'oz hujjatlarga bog'liq edi. Ya'ni fuqaro pensiyaga chiqmoqchi bo'lsa, u mehnat daftarchasini, ish haqi haqida ma'lumotnomalarni, arxivdan tasdiqlarni, ayrim holatlarda harbiy xizmat, bola parvarishi, o'qish yoki boshqa davrlarni tasdiqlovchi hujjatlarni yig'ishi kerak edi. Bu esa ko'p odamlar uchun qiyinchilik tug'dirgan. Ayniqsa, qishloq joylarda yashovchilar, eski zavod yoki shirkatlarda ishlaganlar, korxonasi tugatilgan fuqarolar, boshqa viloyatda ishlaganlar ko'p yugurishga majbur bo'lgan. Endi esa asosiy yo'nalish shuki, pensiya hisoblashda ma'lumotlar imkon qadar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Ish staji va daromadlar bo'yicha raqamli izlar muhim ahamiyat kasb etadi. Bu degani, davlat organlari o'zaro ma'lumot almashish kuchayadi. Fuqaro har bir qog'ozni o'zi ko'tarib yurishi kamayishi kerak. Lekin bu yerda juda muhim bir nuqta bor. Elektron tizim qulaylik beradi. Ammo bazada ma'lumot noto'liq bo'lsa, fuqaro baribir o'z huquqini himoya qilishi kerak bo'ladi. Shuning uchun men hamma tomoshabinlarga maslahat beraman. Pensiya yoshiga yetishni kutib o'tirmang. Ish stajingiz va rasmiy daromadlaringizni oldindan tekshirib boring. Yangi tartibning eng muhim tomoni shundaki, pensiya endi yanada aniqroq, hujjatlarga va elektron ma'lumotlarga asoslangan holda hisoblanadi. Bu oddiy odam uchun nimani anglatadi? Birinchidan, rasmiy ishlagan yillaringiz juda katta ahamiyatga ega bo'ladi. Ikkinchidan, ish beruvchi siz uchun qonuniy to'lovlarni o'tkazganmi yoki yo'qmi? Bu ham pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Uchinchidan, eski davrdagi hujjatlar hamon muhim, lekin ularni vaqtida tartibga keltirish kerak. Masalan, bir kishi 30 yil ishlagan bo'lishi mumkin, lekin elektron bazada uning faqat o'g'indagi yillik mehnat faoliyati ko'rilsa, qolgan 12 yilni tasdiqlash masalasi paydo bo'ladi. Agar u hujjatlarni topib, arxivdan ma'lumotnoma olib, mehnat daftarchasidagi yozuvlarni tasdiqlasa, pensiyasi boshqacha hisoblanishi mumkin. Agar u men shuncha yil ishlaganman, hamma biladi-ku deb yuraversa, tizim faqat tasdiqlangan ma'lumotni ko'radi. Pensiya masalasida og'zaki gap emas, hujjat va rasmiy ma'lumot ishlaydi. Yana bir misol keltiraman. Ayol kishi 25 yil ishlagan, keyin bir necha yil farzand parvarishi bilan uyda bo'lgan, keyin yana ishga qaytgan. Bunday holatda bola parvarishi bilan bog'liq davrlar qanday hisobga olinishi, qaysi hujjat talab qilinishi, bola tug'ilganligi haqidagi guvohnoma, ish joyidan buyruqlar yoki boshqa tasdiqlar kerak bo'lishi mumkin. Agar bu hujjatlar oldindan tayyor bo'lsa, pensiya rasmiylashtirish jarayoni ancha yengil kechadi. Agar hammasi oxirgi kuni qidirilsa, odam asabiylashadi, idora yuradi. Ba'zan esa kerakli tasdiqni topolmay qoladi. Men bu yerda eng asosiy fikrni aytmoqchiman. Yangi tartib odamdan mas'uliyatni olib tashlamaydi. Aksincha, har bir fuqaro o'z mehnat tarixini, rasmiy ish haqi ma'lumotlarini, stajga kiradigan davrlarni kuzatib borishi kerak. Elektron tizim yordam beradi, lekin sizning manfaatlaringizni sizdan yaxshiroq hech kim himoya qilmaydi. Endi kimlar ayniqsa e'tiborli bo'lishi kerak?
Shuni batafsil tushuntiraman. Birinchi navbatda. Eski korxonalarda ishlaganlar xavotir olishi kerak. Masalan, 1990-yillar yoki 2000-yillarning boshida zavod, kolxoz, shirkat, qurilish tashkiloti, savdo bazasi yoki kichik xususiy korxonada ishlagan bo'lsangiz, hujjatlaringizni tekshirib ko'ring. Chunki o'sha davrlarda ko'p korxonalar qayta tashkil etilgan, nomi o'zgargan, yopilgan yoki arxivga hujjat topshirishda kamchiliklar bo'lgan. Ikkinchi guruh mehnat daftarchasida yozuvlari tushunarsiz yoki xatolik bilan kiritilgan fuqarolar. Masalan, ishga qabul qilingan sana bor, lekin ishdan bo'shagan sana yo'q, yoki korxona muhri noaniq, yoki lavozim nomi yozilgan, ammo buyruq raqami ko'rsatilmagan. Bunday holatlar pensiya tayinlashda savol tug'dirishi mumkin. Men bunday odamlarga keyin ko'ramiz demaslikni maslahat beraman. Hozirdan ish joyi yoki arxiv orqali yozuv tasdiqlatish kerak. Uchinchi guruh ko'p yil norasmiy ishlaganlar. Afsuski, ko'pchilik odamlar qo'limga pulimni olib ishladim, bo'ldi deb o'ylaydi. Lekin pensiya tizimi uchun eng muhim rasmiylikdir. Agar ish beruvchi sizni rasman ishga olmagan bo'lsa, siz uchun to'lovlar qilinmagan bo'lsa, bu davrni pensiya stajiga kiritish qiyinlashadi. Masalan, bir kishi 10 yil ustachilik qilgan, lekin hech qayerda rasmiy qayd etilmagan. U real hayotda mehnat qilgan, daromad topgan, oilasini boqqan, lekin pensiya hisobida bu yillar ko'rinmasligi mumkin. Shuning uchun hozir ishlayotganlar uchun eng katta saboq shu: rasmiy mehnat shartnomasi bo'lsin. Ish haqi rasmiy o'tsin, ijtimoiy to'lovlar amalga oshirilsin. 4-guruh chet elda ishlaganlar. Agar fuqaro bir necha yil chet elda ishlagan bo'lsa, bu davrning pensiyaga qanday ta'sir qilishi alohida tartiblarga, davlatlar o'rtasidagi kelishuvlarga va rasmiy hujjatlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Men Rossiyada 5 yil ishlaganman. Men Qozog'istonda ishlaganman. Men Turkiyada mehnat qilganman degan gapning o'zi yetarli emas. Mehnat shartnomasi, rasmiy sug'urta to'lovlari, ish joyidan ma'lumotnoma yoki tegishli davlat organlaridan tasdiq kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun chet elda ishlagan odamlar hujjatlarini yo'qotmasligi, rasmiy tarjima va tasdiq masalasini oldindan o'ylash kerak. Endi kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Agar siz oxirgi yillarda doimiy ravishda rasmiy ishlagan bo'lsangiz, ish haqingiz bank kartasiga rasmiy tushgan bo'lsa, ish beruvchi siz uchun kerakli to'lovlarni o'tkazgan bo'lsa, mehnat faoliyatingiz elektron tizimlarda ko'rinib turgan bo'lsa, sizda katta xavotir kamroq bo'ladi. Lekin bu umuman tekshirmasa ham bo'ladi degani emas. Men bunday fuqarolarga ham kamida bir marta o'z ma'lumotlarini ko'rib chiqishni tavsiya qilaman. Masalan, davlat tashkilotida 20 yil ishlagan o'qituvchi, shifokor, hamshira, davlat xizmatchisi yoki byudjet tashkiloti xodimi bo'lsa, odatda hujjatlar nisbatan tartibli bo'ladi. Lekin shunda ham lavozim o'zgarishlari, yarim stavka ishlagan davrlar, dekret ta'tili, boshqa tashkilotga o'tish, oylik ma'lumotlari kabi holatlar tekshirilishi kerak. Chunki ba'zan bitta davr noto'g'ri ko'rsatilgan ham pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Yana bir misol. Erkak kishi 35 yil rasmiy ishlagan, harbiy xizmatni o'tagan. Keyin bir tashkilotdan boshqasiga o'tgan. Agar harbiy xizmat davri ish joylari va maoshlar to'liq tasdiqlangan bo'lsa, uning pensiya rasmiylashtirishi yengil kechadi. Lekin agar harbiy bilet yo'qolgan bo'lsa yoki eski ish joyidan ma'lumnoma olinmagan bo'lsa, jarayon cho'zilishi mumkin. Demak, xotirjam bo'lish uchun ham hujjatlar tartibli bo'lishi shart. Men pensiya miqdorini aniq bir odam uchun hozir shu yerda hisoblab bera olmayman. Chunki har bir fuqaroning staji, ish haqi, to'lovlari, imtiyozlari va davrlari boshqacha. Lekin hisob-kitob mantiqini oddiy qilib tushuntiraman. Pensiya tayinlashda odatda 3 ta asosiy narsa muhim bo'ladi. Qancha yil ishlagansiz, ish haqingiz qanday bo'lgan, stajga kiradigan qo'shimcha davrlaringiz bormi? Shuning uchun ikki odam bir xil yoshda pensiyaga chiqsa ham, ularning pensiyasi har xil bo'lishi mumkin. Masalan, birinchi fuqaro 30 yil rasmiy ishlagan, ish haqi o'rtacha darajada bo'lgan, barcha to'lovlari ko'rinib turibdi. Ikkinchi fuqaro ham 30 yil ishlagan, lekin uning 13 yili norasmiy bo'lgan. Qog'ozda birinchi fuqaroning staji 30 yil, ikkinchisiniki esa 10 yil bo'lib ko'rinishi mumkin. Natijada pensiya miqdori farq qiladi. Odamlar ko'pincha ikkalamiz bir xil ishlaganmiz. Nega pensiyamiz har xil deb so'raydi. Javob shuki, pensiyada faqat ishlaganlik emas, tasdiqlangan rasmiy mehnat faoliyati ahamiyatli. Yana bir misol. Ikki ayol bir xil 25 yil ish stajiga ega.
Birinchisi doimiy rasmiy ishda bo'lgan, maoshi to'liq ko'rsatilgan. Ikkinchisi esa ayrim yillarda yarim stavka ishlagan, ayrim davrlarda ish haqi past rasmiylashtirilgan, qolgan qismi qo'lga berilgan. Pensiya hisobida rasmiy ma'lumot ko'riladi. Shu sababli ikkinchi ayol real hayotda ko'proq pul olgan bo'lsa ham, hujjatda kam maosh ko'ringani uchun pensiya miqdori kutilgandan past chiqishi mumkin. Bu yerda men hozir ishlayotgan yoshlarga ham murojaat qilaman. Pensiyaga hali uzoq deb beparvo bo'lmang. Bugun sizning rasmiy ish haqingiz qanday ko'rsatilayotgani, mehnat shartnomangiz bor yo'qligi, ish beruvchi to'lovlarni o'tkazyaptimi yo'qmi, hammasi kelajakdagi ijtimoiy himoyangizga ta'sir qiladi. Pensiya bir kunda paydo bo'ladigan pul emas. U yillar davomida shakllanadigan huquqdir. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik nuqtalarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Pensiya yoshiga yetishning o'zi yetarli emas. Odam belgilangan yoshga kirgan bo'lishi mumkin. Lekin pensiya tayinlash uchun zarur staj, hujjatlar va ariza masalasi ham bor. Shuning uchun tug'ilgan kuningiz kelishi bilan hamma narsa avtomatik hal bo'ladi deb o'ylamang. Ayrim xizmatlar avtomatlashtirilgan bo'lishi mumkin. Lekin siz o'z ma'lumotlaringizni baribir tekshirishingiz zarur. Ikkinchi nozik jihat, ariza berilgan sana muhim bo'lishi mumkin. Fuqaro pensiya huquqiga ega bo'lib, lekin murojaati kechiktirsa. Ayrim hollarda to'lovlar qanday muddatdan boshlab hisoblanishi masalasi paydo bo'ladi. Shuning uchun pensiya yoshiga yaqinlashayotgan odamlar 3-4 oy oldin tayyorgarlikni boshlashi kerak. Men buni ayniqsa tavsiya qilaman. Oxirgi haftani kutmang. Hujjat yetishmasa, arxiv javobi kechiksa, yozuvda xato chiqsa, vaqt yo'qotasiz. Uchinchi nozik jihat, mehnat daftarchasi va elektron baza o'rtasida farq bo'lishi mumkin. Masalan, daftarchada 1990-yildan 2005 yilgacha ishlagan deb yozilgan, lekin elektron bazada bu davr ko'rinmaydi. Bunday holatda fuqaro darhol vahimaga tushmasligi kerak, lekin befarq ham bo'lmasligi kerak. Mehnat daftarchasi ish beruvchi arxivi, buyruqlar, ish haqi ma'lumotlari orqali bu davrni tasdiqlashga harakat qilinadi. To'rtinchi nozik jihat, ismi sharifdagi farqlar. Bu juda ko'p uchraydi. Masalan, eski hujjatda ism bir harf bilan boshqacha yozilgan, familiya nikohdan keyin o'zgargan, otasining ismi boshqa shaklda kiritilgan. Bunday mayda ko'ringan farqlar hujjatlarni bog'lashda muammo tug'dirishi mumkin. Ayollar uchun nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma kabi hujjatlar juda muhim bo'lishi mumkin. 5-nozik jihat, imtiyozli pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi kabi yo'nalishlar alohida tartibda ko'riladi. Oddiy yoshga doir pensiya bilan imtiyozli pensiya shartlari bir xil emas. Masalan, zararli mehnat sharoitida ishlaganlar, ayrim kasb egalari, sog'lig'i bo'yicha mehnatga layoqati cheklanganlar yoki oilaning boquvchisi vafot etgan holatlarida boshqa hujjatlar talab qilinadi. Shuning uchun qo'shnim shunday olgan ekan, men ham shunday olaman deb xulosa chiqarish noto'g'ri. Har bir ish alohida ko'riladi. Men amaliyotda eng ko'p uchraydigan xatolarni sanab o'taman. Birinchi xato, hujjatlarni juda kech yig'ish. Odam pensiyaga chiqishiga bir hafta qolganda harakat boshlaydi. Keyin eski ish joyi yopilganini, arxiv boshqa tumanda ekanini, ma'lumotnoma olish uchun vaqt kerakligini biladi. Natijada jarayon cho'ziladi, asab ketadi. Ba'zan esa pul kechikadi. Ikkinchi xato, norasmiy ishga rozi bo'lish. Ayniqsa bugun ishlayotganlar buni eshitish kerak. Ish beruvchi rasmiy qilmaymiz, lekin ko'proq pul beramiz desa, odam hozirgi foydani ko'radi, kelajakdagi zararni ko'rmaydi. Bugun qo'lga bir oz ko'proq pul olish, ertaga pensiya, kasallik varaqasi, mehnat huquqi, kompensatsiya va boshqa ijtimoiy kafolatlarda muammo keltirishi mumkin. Uchinchi xato, ish haqi past ko'rsatilishga ko'z yumish. Masalan, odam real 5 million so'm oladi, lekin hujjatda 2 million so'm ko'rsatiladi. O'rtadagi farq qo'lga beriladi. Bu holatda odam hozir baribir pulimni olyapman deb o'ylaydi. Lekin pensiya hisobida, kreditda, ijtimoiy himoyada, kasallik nafaqasida rasmiy ko'rsatilgan summa muhim bo'ladi. Shuning uchun rasmiy maosh past ko'rsatilishi kelajakda sezilarli zarar yetkazishi mumkin. 4-xato, arizani yozmaslik yoki noto'g'ri yozish. Ayrim fuqarolar og'zaki murojaat qilib, men aytdim-ku deb yuradi. Lekin davlat organlari bilan munosabati yozma yoki elektron murojaat juda muhim. Agar pensiya hisobida xato ko'rsangiz, og'zaki shikoyat bilan cheklanib qolmang. Ariza yozing, qabul qilingan raqamini oling.
Javob muddatini kuzating. Shunda masala rasmiy tartibda ko'riladi. 5-xato. Javobni tushunmasdan qo'l siltash. Ba'zan fuqaroga rad javobi yoki qo'shimcha hujjat so'rovi keladi. Odam esa bo'ldi. Bermas ekan deb to'xtab qoladi. Aslida javobni diqqat bilan o'qish kerak. Nima yetishmayapti? Qaysi davr tasdiqlanmagan? Qaysi hujjat so'ralgan? Qaysi tashkilotga murojaat qilish kerak? Agar tushunmasangiz, pensiya jamg'armasi bo'limidan izoh so'rang yoki huquqiy maslahat oling. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, o'z mehnat tarixingizni tekshiring. Agar siz pensiya yoshiga yaqin bo'lsangiz, buni kechiktirmang. Mehnat daftarchangizni olib, undagi barcha yozuvlarni birma-bir ko'rib chiqing. Ishga kirgan sana, ishdan bo'shagan sana, korxona nomi, buyruq raqam, muhr va imzolar bor yo'qligini tekshiring. Ikkinchi qadam, elektron ma'lumotlaringizni tekshirishga harakat qiling. Buning uchun tegishli davlat xizmatlari portallari, pensiya jamg'armasi bo'limlari yoki mahalliy davlat xizmatlari markazlari orqali ma'lumot olish mumkin. Agar o'zingiz internetdan foydalana olmasangiz, farzandingizdan, yaqin qarindoshingizdan yordam so'rang. Lekin shaxsiy ma'lumotlaringizni begona odamlarga berishda ehtiyot bo'ling. Uchinchi qadam, eski ish joylaringiz bo'yicha hujjatlarni yig'ing. Agar korxona hali ishlayotgan bo'lsa, kadrlar bo'limiga yoki buxgalteriyaga murojaat qiling. Ishlagan davringiz, lavozimingiz, ish haqi ma'lumotlari bo'yicha ma'lumotnoma so'rang. Agar korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlang. Tuman yoki viloyat arxivlariga yozma murojaat qilish kerak bo'lishi mumkin. To'rtinchi qadam, shaxsiy holatingizga oid hujjatlarni tayyorlang. Pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, harbiy bilet, diplom, nogironlik yoki tibbiy hujjatlar. Boquvchini yo'qotganlik holatida o'lim guvohnomasi va qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Hamma hujjat hammaga kerak emas, lekin o'zingizga tegishli holatlarni oldindan aniqlang. 5-qadam, agar pensiya hisobida xato deb o'ylasangiz, rasmiy ariza yozing. Arizada aniq yozing. Qaysi davr hisobga olinmagan, qaysi ish joyi ko'rsatilmagan, qaysi maosh inobatga olinmagan, qaysi hujjat ilova qilinyapti. Pensiyam kam chiqdi. Qayta ko'rib bering deyishning o'zi ba'zan yetarli bo'lmaydi. Masalani aniq bayon qilsangiz, ko'rib chiqish ham aniqroq bo'ladi. Masalan, arizada shunday mazmunda yozish mumkin. Men falon yildan falon yilgacha falon korxonada ishlaganman. Ushbu davr pensiya stajimga kiritilmagan deb hisoblayman. Ilova sifatida mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotnomasi va ish haqi haqidagi ma'lumotnomani taqdim etaman. Pensiya hisob kitobimni qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman. Albatta, har bir ariza o'z holatingizga mos bo'lishi kerak. 6-qadam. Javobni yozma shaklda oling. Agar sizga og'zaki bo'lmaydi deyishsa, iltimos, rasmiy javob bering deyishga haqlisiz. Rasmiy javob bo'lsa, keyingi bosqichda yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qilish imkoniyati bo'ladi. Og'zaki gap bilan esa huquqni himoya qilish qiyin. 7-qadam. Hujjatlaringizdan nusxa saqlang. Asl hujjatlarni ehtiyotsizlik bilan topshirib yubormang. Qayerga nima berganingizni yozib boring. Ariza nusxasi, qabul qilingan sana, kirim raqami, ma'lumotnoma nusxasi, javob xatlari barchasi alohida papkada tursin. Bu oddiy ko'rinadi, lekin keyin nizoli holatda juda katta yordam beradi. Agar sizning pensiyaga chiqishingizga 1-2 yil qolgan bo'lsa, men sizga aniq reja aytaman. 1-oyda mehnat daftarchangizni tekshiring. 2-oyda eski ish joylaringiz bo'yicha ma'lumotlarni yig'ishni boshlang. 3-oyda elektron bazadagi ma'lumotlar bilan qog'oz hujjatlarni solishtiring. Agar farq bo'lsa, darhol izoh so'rang. Pensiya yoshiga yetganingizda esa sizda tayyor papka bo'lishi kerak. Agar siz hali yosh bo'lsangiz, siz uchun eng muhim maslahat faqat rasmiy ishlang. Mehnat shartnomasini ko'ring, ish haqi rasmiy tushayotganini tekshiring. Ish beruvchi sizni keyin rasmiylashtiramiz deb oylar davomida cho'zishiga yo'l qo'ymang. Odam o'z mehnatini hurmat qilishi kerak. Rasmiy ish nafaqat bunga maosh, balki ertangi kafolatdir. Agar siz pensioner bo'lsangiz va pensiyangiz noto'g'ri hisoblangan deb o'ylasangiz, hammasi tugadi deb o'ylamang. Qo'shimcha hujjatlar topilsa, ayrim holatlarda pensiya qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Buning uchun siz tegishli bo'limga murojaat qilasiz. Hujjatlarni ilova qilasiz, hisob kitobni tushuntirib berishni so'raysiz. Pensiya miqdori qanday shakllanganini bilishga harakat qiling.
shuncha chiqdi degan javob bilan cheklanib qolmang, asosini so'rang. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi mavzuning asosiy mazmuni shuki, pensiya endi yanada tartibli, rasmiy ma'lumotlarga va hujjatlarga bog'liq holda shakllanadi. Bu yaxshi tomondan qaraganda adolat va aniqlikni oshiradi. Lekin boshqa tomondan hujjati tartibsiz, staji to'liq ko'rinmaydigan, norasmiy ishlagan yoki eski ish joylari bo'yicha ma'lumoti yo'q fuqarolar uchun muammo tug'dirishi mumkin. Men sizga ekspert sifatida aytaman. Pensiya masalasida eng katta qurolingiz bu tartibli hujjat, rasmiy ish, yozma murojaat va o'z huquqingizni bilishdir. Bugun tekshirilmagan bitta ma'lumot ertaga oyma-oy kam pensiya olishga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun hozirdan harakat qiling, ota-onangizning hujjatlarini ko'rib chiqing, yaqinlaringizga tushuntiring. Pensiya yoshiga yaqin insonlarga bu ma'lumotni yetkazing. Sizningcha yangi tartib oddiy odamlar uchun qulaylik yaratadimi? Yoki hujjat masalasida yana qiyinchiliklar bo'ladimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni yaqinlaringizga yuboring. Keyingi videolarda men pensiya hisoblash, stajni tasdiqlash, arxivdan ma'lumot olish va pensiya kam chiqsa nima qilish kerakligi haqida yanada batafsil tushuntirib beraman.